Assalomu alaykum YouTube ahli, barcha turdagi avtomobillarga super mega chegirmalarimiz davom etmoqda. Ya'ni propan uстановкаga 12 avtomobiliga hozirgi vaqtga metanni yechib propan qilib beryapmiz. Bu tomonda Cobalt avtomobilga uстановка propan, bunisiga ham Namangandan keyin Cobalt'imizga ham propan Captiva 2.4 motoriga ideal holatda propan uстановка Tracker avtomobiliga ham Captiva 3 motoriga ham. Xo'p, kilometrajni aytib o'tadigan bo'lsak, Tracker avtomobilimiz o'rtacha propanda 400-450 km 500 gacha beradi. Bu 2.4 Captiva avtomobilimiz esa qaytarib o'tamiz YouTube ahli, bemalol siz bu avtomobilda 500 km urishingiz mumkin. Bu chunki kichkina motor bo'lgani uchun. Endi uchlik motor bo'lgani uchun endi bunda 280-300 probeg berishi mumkin. Har qanday turdagi avtomobillarga super mega chegirma narxida propan va metanlarni 20 ga yetdi. O'z obunachilarimiz uchun taklif qilamiz. Obuna bo'lishni unutmang, eng kamida videoni screenshot qilib olishni ham unutmang. Har qanday turdagi avtomobillarga, propanlarga skidka e'lon qilamiz. Shoshilib qoladigan joyi, vaqtlarimiz chegaralangan. 20 ga yetdi. Sirdaryo metan gaz.